3 oy yashaydi dedi. İç organlari qiymaga o'xshab ketadi. Podvalga tushib sochlarim yulib kelganman. Onasi eshitmasin, bilmasin. Men shunaqa deganmanki, o'ladigan bo'lsa onasi kirsa yoniga deganman-da, что ozgina bo'lsa ham yonida o'tkazsa vaqt deganman-da. Koridorda reanimatsiyaning eshigining tagida yerlarda yotganman. Bolalar mabodo o'tib qolishi mumkin, o'tadigan bola, o'ladigan bola janoza tashmiga olib ketiladi deyilganda. Men reanimatsiyada janozasini ko'rmay qolmay, mana bekitib olib ketib qolishmasin, reanimatsiya eshigiga tegib yotganman. Tasavvur qiling, men bir kunida 5 ta janoza ham ko'rdim-da. Tasavvur qiling, manikiga ham gal kelib qoladi. Kim уже keladimi, уже kelib qolyaptimi degan qo'rquvda bo'ladi. Men Munojat, rayonning buvisiman. Rayonda 2024da leykoz kasalligi bilan kasallanib, davolanib kelyapmiz. Qizim ancha yaxshi, Xudoga shukr, davolanib, mana qayta bizning bag'rimizda. O'z hikoyamni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Men Munojat, rayonning buvisiman. Bizning qizimiz leykoz JML degan bir turi bor ekan. Shu bilan kasallangan. 2024da mayda boshlangan, faqat biz bilmaganmiz. Temperatura bo'lgan bunda постоянно. Biz ko'p analizlar topshirdik. Oxiri bildikki, shunaqa kasal. Bizda noto'g'ri diagnoz bo'lgan boshida. Gistostoz deyilgan. Bu noyob ekan bizda O'zbekistonda. Bunaqa ko'p emas ekan. Bizda bu kasallik o'ladi deyishgan. Hatto ko'p yashamaydi, o'sha 3-4 kun, eng ko'p bizda 3 oy yashaydi deyishgan. Shunda bu sizning qizingizni qizi? Qizimmi, qiz. Nechinchi nabirangiz bu? 7 sanavaram bo'lsa, bu 5-chi. O'zini qanaqa his qilardi o'sha payt? Qanaqa u kasallik o'zini bildirardi? Bunda pushti toshmalar bo'lgan, temperatura bo'lgan, boshlanishi. Buni shamollagan deyildi. Shamollagan deb turib, kapelnitsa olganida yurolmay qolgan bola. Yurolmay gapirmay qolgan. Yuradigan bola gapira olmay qolgan. Bizni boshqa больницаga jo'natishdi. O больницада bitta COVID deyishdi, yana bilishmadi. Oxiri 16da o'tda ham lecheniya olgandan keyin bizni gematologiya больницаga jo'natishdi. Gematologiyada ilikdan analiz olishdi. 2 kun o'tda unaqa oq qon chiqmadi. Bizni Qoraqamishga jo'natishdi bu safar. Jigari bo'yicha lecheniyaga. O'tda ham har xil analizlar olishdi. Har xil kasalliklarni aytishdi bizga. Analizda ular aytgan kasallik chiqmadi, yana bizani qaytib gematologiyaga jo'natishdi. Gematologiyaga kelganimizda oq qonga tekshirildi. Oq qon chiqmadi bu safar. Keyin jigariga lecheniya olganimizda biza u rozoviy toshmalar qorayib yara bo'lib ketdi yuzlarida, qo'llarida. Juda ham ko'payib ketdi, qop-qora bo'lib ketdi yuzlari. Keyin qo'lida ham bor edi, mana qo'lida bor edi. Keyin analizni buni hammasi vrachlar to'planishdi, bir oraga kelishdi-da. Mana bu qo'lidan, shu yarasidan kesib olishdi. Endi yuzidan kesib olsak, anaqa bo'lib qoladi, shashram bo'ladi deb, keyin qo'lidan kesib olishdi analizga. Gistostoz degan kasallikni aytishdi bizga. Covid ham o'tkazgan bu qizcha deyishdi. O'pkasidan biz ancha qiynaldik, 2 oy reanimatsiyada yotdik. Gistostoz bo'yicha lecheniya bo'ldi. Keyin bu bola orqaga ketdi. O'sha o'ladi bu. Chunki bu diagnozdagi kasalligi bolalar o'ladi deyishdi. 3 oy yashaydi dedi. İç organlari qiymaga o'xshab ketadi. Podvalga tushib sochlarim yulib kelganman. Onasi eshitmasin, bilmasin. Chunki biz anaqaga reanimatsiyada yotganda ko'rishga men shunaqa deganmanki, o'ladigan bo'lsa onasi kirsa yoniga deganman-da, что ozgina bo'lsa ham yonida o'tkazsa vaqt deganman-da. Keyin ikkita lunjida go'sht chiqib turgan ekan. Men aytganman-da, bu go'sht nima desam, o'sha boshlangan-da dedi. Bu degani ich organlari qiymaga o'xshab ketadi. O'shandan keyin men podvalga tushib, reanimatsiya podvalga tushib, men sochlarimni yig'laganman-da. Bu narsani qizimga keyin aytganman, qachonki rayona yaxshilanishga boshlaganda. Qizingizni nechinchi farzandi? Birinchi farzand. Otasi bilganda otasi yo'q. Yo'q. Dedik. Ajrashib ketishgan. Da, ajrashib ketdik. Bu
shunaqa kasal bo'lgunchami yo'q? Bu onasini qornida homilalikda, 3 oylik homilalikda. Kasalligini eshitishgan. Kasalligini eshitishgan. Biza pasport chiqazgan borganimizda ko'rishgan bolani o'sha yuzida yaralar. Bu ham ta'sir qilgan deb o'ylaysiz? Vrachlar shunaqa deyishdi. Homiladorlik paytidagi ba'zi bir vrachlar homiladorlikdagi stresslar, siqilishlar, shular ham ta'siri bo'lgan. Qizingiz og'ir o'tkazganmi u ajralishni? Da. Sabab nima bo'lgan? Agar aytish mumkin bo'lsa. Ba'zi bir sababli deb qolaylik endi. Sababsiz, mutaxassis ajrashganda emas. Men xohlardimki o'zini otasi bilan yashasa. Lekin oilangizda unaqa kasallikka moyillik, genetik taraflama yo'q. Yo'q, genetika biz tekshirtirganmiz. Genetika biz topshirdik ham O'zbekistonda, ham Hindistonda. Biz Hindistonga 2 marta Hindistonga borib keldik. O genetika hammasini topshirdik. Ota-onasi ximiya bilan bog'liq hech qanaqa? Yo'q. Hech qanaqa nimasi bo'lmagan. 2024da 1 yil bo'libdi-da. Da, 1 yil bo'ldi. Lekin biza mana Hindistonga 2 marta borgan bo'lsak, mana bu hayitdan keyin borib keldik. Analiz ham juda ham yaxshi chiqdi. Va hatto hali ham men ichimda aytaman deb, ichimdagi bir aytadiku, bir ichingizdagi tovush. Aytadi, bu kasallik meni qizim onkologiya kasal bo'lmagan. Hindistonda bizani gistosoz kasalligimiz chiqmadi. Biz dekabrda bordik, birinchi 5 oy biz больницаdan chiqmayotdik-da. O'sha aytganimdek, o'sha bola o'ladi deyishdi. Xullas, Covid, biz kisloroddan chiqa olmadik, постоянно kislorodda bo'ldik. Hatto buni apparatlarga olishmoqchi bo'lishgan. Keyin oxiri bizda shunaqa sabab bo'ldiki, Hindistonga borishimga sizlarning hali diagnozinglar точно baribir tashxisi yo'q deyishgan. Baribir bizda yetarli darajada emas ekanda bu soha. Endi baribir Hindistonga borishadi baribir. Da, endi qanaqa. Endi ba'zi bir vrachlarimizga men har doim rahmat aytaman. Biz Anor opamiz baraka topsinlar, juda ham yaxshi qildilar. Kechasini kunduzi demadilar, uyqulardan voz kechdilar. Reanimatsiyadan chiqqanda ham juda ham yaxshi nima qildilar, bularni xabar oldilar bizdan. Hindistonda borganimizda tashxis aniq emas deyishgan ekan, biz Hindistonga bordik. Hindistonda unaqa chiqmadi, gistosoz chiqmadi. Leykos o'sha GMM degan kasallik bor ekan. Uni bizda juda ham mana gistosozdan ham yomon deyishdi. Oldin gistosoz oqqondan yomon deyishgan edi. Keyin tam teskarisi bo'ldi. Lecheniya biza u yoqdan yozib berishdi, Hindistondan. Lekin u yerda davolamadinglar. Davolamadik. Biz bir haftaga tekshiruvga bordik, chunki unaqa mablag'imiz yo'q edi. Chunki ilik ko'chirish kerak, srochniy ilik ko'chirish kerak deyildi bizda. Mablag' qayerdan oldinglar? Dadasi, masalan, yo ajralgan bo'lsa ham dadasi hayotida qatnashmayapti. Yo'q. Balki sizlar keltirmasdinglar. Juda ikkinchi tarafi doim haqiqat qolib ketadi-da, o'zi keltirmadi, o'zi bolani ko'rsatmadi degan narsalar bo'lib qolishi mumkin. Yo'q. Bir marta unaqa bo'lmasin, yolg'on bo'lmasin. Bir martagina men uni xabarini keyin eshitdim. Ammasi kelib, yolg'on bo'lmasin, ozgina yordamini o'qib ketibdi, lekin unaqa dadam biza ko'p baravarini xarjadik desam bo'ladi. Yordam, ehsonlar, yordamlar, tanish bilishlar. Men har doim hammaga rahmat aytaman. Men har doim duo qilaman. Yordam qilganlarga, moddiy, ma'naviy, mana bu qonlar bilan, trombositlar bilan men har doim ularni duo qilaman. Men qizimga trombosit bo'lmaganda men qizim yo'qotib qo'ygan bo'lardim. Meni qizim duosi. Da, men qizim deyman-da uni. Men o'sha qizim. Siz tushunishim bo'yicha birga Yo'q, birga emasmiz, lekin chunki astolda jon kuydiradigan menman-da. Men haqiqiy jon kuydiradigan menman. Shifoxonada onasi yotdi-da. Shifoxonada onasi palatada bo'ldi. Men tashqarida koridorda yotdim. Koridorda reanimatsiyaning eshigining tagida yerlarda yotganman. Chunki shunaqa gap bo'lgan o'tdi. Bolalar navoda o'tib qolishi mumkin, o'tadigan bola, o'ladigan bola janoza tashmiga olib ketiladi deyilganda. Men reanimatsiyada janozasini ko'rmay qolmay, mana bekitib olib ketib qolishmasin, reanimatsiya eshigining tagida yotgan. Tasavvur qiling, men bir kunida 5 ta janoza ham ko'rdim-da. Tasavvur qiling, malikiga ham gal kelib qoladi. Kim уже keladimi? Uch kelib qolyaptimi degan qo'rquvda bo'ladi. Muhit og'ir u yerda. Da, liftdan chiqqaningizda tasavvur qiling, qarshingizda o'sha yoqqa turishadi, ili katalkada, ili
Sog'ayib ketayotganlar shu qadar bormi? Ko'pchilik. Sog'ayib ketganlarni ham chiroyli. Og'ir. Sog'ayib ketganlarni ham eshitdim. Beravering, o'ynayversan. 1 yil ichida men u yerda har xil nimalar bilan ko'rishdim, kasallar bilan sog'ayganlarni ko'rdim. Bir kunda kelib, bugun kelib, ertasi kuni bolasini janozasini olib ketganlarni ko'rdim. O'shalar bilan birga yotdik. Bolasi bu bilan ayni vaqtda yotgan Asal degan qizcha bor edi. Hatto shunaqa narsaki, o'zingizni bolangiz deb haligi bola reanimasiyaga tushganda, "Voy yaxshi deb boribman-da, men haligi ham aytaman-da, onasi o'sha paytda men nima deb o'ylagan ekan. Voy yaxshi, men bir-biriga dedim, ana bo'lib ovqatlanishadi, ovqat qizg'anib. Chunki og'zi to'la yara bo'lganda bolani. Ovqat yemasdi, yeyolmasdi. Keyin o'sha bolacha bilan talashib yeydi deb men hatto xursand bo'lgandim. U bolacha Alloh rahmat qilsin, rahmatiga olgan bo'lsin, o'tib qoldi. Nima uchun unaqa ko'p o'limlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Qarang, hozir deyarli yaqindagi voqealarni aytyapsiz-da. So'nggi yillar juda ham ko'p mutaxassislar ham, chet el bilan ham hamkorliklar bo'lyapti, rivojlanishlar katta. Lekin shunda ham bu ko'proq haligi hozirgina aytgandim, balki ota-onalarni o'zi bolasini bu qadar yo puli yo'qmi, yo vaqtida olib kelishmaydimi, yo haligi aytgandek Allohga tavakkal deb olib ketadiganlarmi? Allohga shunaqa narsa eshitdim. Reanimatsiondan olib ketinglar bo'ldi, yashamaydi deganlar, mana hozir yashab yurishibdi. Yashamayapti bolada, yashamaydi. Kurashishgan oxirigacha. Olib ketishgan, o'sha qishlog'iga, vodiyliklar, qishlog'iga olib ketishgan. Yaxshi bo'lib ketishgan. Mana hali ham kelishyapti, licheyga kelishyapti shular. Bir xilgalar puli yo'qlar bor. Meni yonimda. Mablag'i yo'q ekan, biza aytgan dorini olib berisha olmas ekan deganlarni ham eshitdim. Keyin shunaqa narsaki, ozgina bizada bee'tiborlik. Danam ko'pchilikni eshitdimda, ozgina masalan oyog'im og'riyapti, ili qo'lim og'riyapti, ili boshim og'riyapti deganda o'tib ketadi deb dori bergan, shamollagansan. Keyin bitta narsa borki, analizlarni eshik yugurib kechikib qolganlar bor. Masalan, bitta analiz topshirasiz, bitta ishga borasiz-da, u analiz yaxshi emas-da, masalan, to'g'ri tekshirilmaydi-da. O'shanaqa qilib vaqt o'tkazib yuborgan. Biz ham vaqt o'tkazib yuborganmiz balki-da. Chunki mana gematologiyaga keldik, oqqon chiqmagan bizda. Qayta biz gematologiyaga kelganmiz. Mana hozir 1 yil o'tgandan keyin hozirgi ahvoli qanaqa? Hozir mana Allohga ming qatla shukr, yaxshi. Mana yurmay qolgandi umuman. Bola 5 oy biz больницада yotganmiz, umuman больницаdan chiqmadik, u yurmay qolgan. Faqat ko'tarardik, faqat yotardi. Reanimatsiyada 2 oy reanimatsiyada qoldi, почти. Masalan, 3 hafta qoldi, 2 hafta reanimatsiyada, 1 kun tashqarida. Burnidan juda ham ko'p qon ketgan, trombosit tushib ketgan. Ba'zi bir ximiyalar trombositni tushirib yuborgan. Biza bu qizimga bu Instagram hisobi ochdik. Nega? Chunki bizani qilgan xatolarimiz, kamchiliklarimiz, bo'lishish insonlar bilan, kasal bolachalarimiz ota-onasi, yaqinlari eshitsin-da. Hozir bizani bu keyingi hayotdagi borganimiz, mana bu aprel bo'ladimi? Aprelmidi? O'shanda borganimizda Hindiston bizga ilik ko'chirish degan edi. O'sha dekabrda borganimizda o'sha 2 oy oladigan dorimizni olgandan keyin ularni Hindistonning dorisi bizda yo'q ekan Toshkentda. O'sha dorini olganimizdan keyin biz Hindistonga borib ilik ko'chirishimiz kerak edi. Hindiston 40 ming so'radi, Turkiya 70 ming so'radi. Ko'chirmadik biz, ko'chirishdan voz kechdim men. Voz kechdim chunki buni uzun bir hikoya bo'lib qoladi. Ilik ko'chirgan biz borganda yana tekshiruvga bordik-da. Biz Hindiston dorisini olganimizdan keyin bu bola уже yaxshilandi-da. Keyin bir ikkita ilik ko'chirganlarni men hamma bilan o'zi gaplashib yurdim. Gestastoz kasalligi bilan kasallangan kasalni men topdim. Больницаdan so'rab telefonni topdim. Yashayotgan ekan, yaxshi ekan, o'sha sizga anaqa bo'ladi, bu kuch beradi sizga. Keyin Hindistonda Fortisda ilik ko'chirganini eshitdim. Ular ham bolalar o'tib qoldi. Turkiyada bitta tanishlar, ular ham bolalar o'tib qoldi. Keyin biz shunday qaror qildikki, Allohning bergan umrini yashay qolsa ilik ko'chirmaymiz dedik. Что men ilik ko'chirib turib, mana 1 oyda 2 oyda yo'qotib qo'ymay bolamni dedikda. Keyin Hindistonga tekshiruvga borsak, analizlarimiz yaxshi chiqdi, Xudoga shukr. Shu yerda davolanib, Toshkentda davolanib. Davolandik. U yoqdan bergan dorilarni oldik oxirgi nimada.
keyin yana Hindistonga borib biza nima tekshirdik, yana belidan analiz oldi, yurolmay qolganiga MRTlar qilishdi oyog'ini. Yo'q, hammasi yaxshi chiqdi. Biza ilik ko'chirishi shunaqa, ilik ko'chirishdan voz kechdik dedik. Nima qilishimiz mumkin endi bundan buyog'iga dedik. Lecheniya yozib beramiz agar xohlasanglar dedi. Ular ham bizga zastavka qilmadi, ilik ko'chiringlar illoki demadi. 6 oy, har oy 5 kun biza kimyo olamiz. Mana dushanba kuni yana qayta yotadi. Birinchi oyini olib bo'ldik. Mana endi hozir ikkinchi oy olamiz. 5 kun kimyosi bor. Dorilar bor. Da. Atak analizlarimiz yaxshi. Bizlarni mana bu oq qonga topshirganimiz analizlarimiz yaxshi chiqqan. Chunki qaytalanib qolar ekanda, 1 oyda ham, 2 oyda ham qaytalanib qolar ekan bu leykoz. Masalan, ilik ko'chirganingizda ham qaytalanib qolar ekan. Muhit qanaqa shifoxonada? Shifoxonada mana so'nggi yillar. Mana 2024. Mana eshitganlarim hozirgi yaxshi. Endi qanaqaki dorilari, lekin dorilardan qiynaladiganlar bor. Ana siz aytgandek, puli yo'qlar bor, qaytib olib ketgani, kuchi yetmagani bor. Keyin bitta narsa aytaman, balki mana kesib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'lsa mana shunaqa narsalarga xafa bo'lgan joylarim bo'ldi. Trombositda biza juda ancha qiyinchilik bo'lganmanda, o'shaning uchun o'sha taksilarga chiqqanimda, bir vositalarga, transport vositasiga chiqqanimda men aytardimda, shunaqa iltimos, unaqa beringlar, qon beringlar, trombosit beringlar, shunaqa qizlarni qoninglar bilan, trombositinglar bilan yashab ketadi bolalar, sizlarni bergan qoninglar bilan yashaydi. Sizlar sabab bo'lib qolasizlar yashashiga bemorlarni degan joylarim bo'lganda. Keyin e'tiborliroq, hech qachonda bolani o'ladi, уже bo'ldi, bo'lmaydi deganda bir chekkaga o'tirib yig'lash kerak emas ekan. Yo'l yo'rig'ini o'zi ham qidirish kerak ekan. Chunki kislorodga tushib qolganda bolam men o'zim borib so'raganman vrachdan, masalan, o'pkasiga shu nimaga kasalligi bordir, qanaqadir dori deganman. Keyin bor, faqat bu vrachlar qiladimi, qilmaydimi? Kichkina-ku bu. Onkologiyaga qiladimi, qilmaydimi deganda, keyin borib vrachimga so'ragan, vrachim bizga reanimatsionaga borganman, so'raganman, o'zim yuguribdi. Keyin qilganmiz, bo'ladi deyishgan, shu maslahatlashib, eski o'shani dorini qilgandan keyin kisloroddan chiqib ketgan bola. Xullas harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak. Tashlab o'ladi deganda o'tirish kerak emas ekan. Yig'lab bir chekkada o'larkan deb o'limini kutish kerak emas ekan. Harakat qilish kerak. Trombositni o'sha yetkazib berishingiz kerak ekan har doim. Trombosit chunki juda muhim narsa ekan. 2 soat olinadigan. Bizda 2 soat olinadi, lekin bolangiz mana hayoti Allohga minnatlar shukr. Chunki bizda har kun qon ketardi, qon ketib qolgan, trombosit tushib ketardi. Kuniga trombosit olib kelgan kunlarim bo'lgan. Nafaqat insonlarni qon topshirishga 2 soat agar to'g'ri kimlar uchundir bu 2 soat juda ham muhim. Lekin kimlardir hayotini saqlab qolishadi shu 2 soat vaqtligi bilan. Bolajonlarimizni, bemorlarimizni hayotlarini saqlab qolishadi. Trombosit qon bilan birga, trombosit agar berilsa, xalqimizni men jalb qilardim. Shunaqa bolachalarimiz, mana shu akalari, amakalari sabab meni bolam Xudoga shukr, mana hozir hayotda. Hammaligiga men rahmat aytardim. Bu kasal bo'lgan men qo'limda $1000 bor edi-da. Men tasavvur qilmagandim bunaqa narsani. Bu qizga hozir shu paytgacha $30,000 pul ketdi. Demak, baribir bu kasallik Mohira aytgandek pulsiz yengib bo'lmaydi. Da. Mana to'g'ri, mana Alloh deyshadi-ku, lekin to'g'ri, men Allohga ishonaman, nimaman, lekin Allohga ishonaman, lekin pulsiz iloj yo'q. Lekin prezident tarafidan hamma dorilar bepul deyildi-ku. Biza ko'p, men kuniga vaqti kelsa 5 million, 6 millionlik dori olganman. Bugungi kundachi haligacha baribir sotib olinadimi? Mana men Hindistondan olib keldim dorilarni. Toshkentda yo'qmi? U dori yo'q. U dori Ximiyada bu kimyoterapiya bu dori. Toshkentda yo'q. Men chunki oldingisini biz dekabrda borganimizda. To'xtang, Toshkentda qanaqa kimyoterapiya qilinyapti unda? Bunga kimyoterapiya yo Toshkentdagi deganingizda ba'zan bo'ladi. Imенно biz reanimatsionda, imенно biz yotgan paytda biza vaqti kelsa oddiy yana bor-ku, nima deydi, natriy. O'shani ham biz sotib olganmiz. Oddiy. Magnezia sotib olganman, analgezini sotib olganman. Shunaqa narsalar bo'lgan. Sotib olganman. Vaqti kelsa shunaqa narsa bo'lgan, bunga deb olib kelganman-da. Bitta bolachani qutqarib qoldim-ga. Men bunga bitta etishga men 2 ta olib kelganman. Bolam qolib ketganda narigi bolaga olib borib unga berishgan, magneziyani qutqarib qolishgan. Shunaqa случай bo'lganda. Shunaqa narsa bo'lar ekanki, bor dunyo qanoningizni sotib
nima bo'lsa olib keling, san et manga deyapmanda, qancha pul ketadi, qanchalik dori ketadi, et manga et deyapmanda. Shunaqa bo'lib qolar ekansiz. Hamma narsadan. Hech narsada qiziqish qolmas ekan. Hech narsada men qiziqish qolmagan. Mol dunyo bir anov kiyinish, men yemaganman, ichmaganman bolam bilan. Chunki men bolam yemayotdi. Bu yemagan qancha. Faqat shpritsa berishgan. Qornim anaqa ishib ketgan bolam. Og'izlari yara bo'lib ketgan, o'yilib ketgan. O'sha buni ichganda organlari qiymaga o'xshab ketadi deyishgan. Bu gistosoz kasalligi shunaqa deyishgan. Keyin o'sha lunjidagi men reanimatsiyaga kirganda, lunjidagi anaqalarni go'shtlarni ko'rib, nima bu deganda, o'sha boshlandi degan. Keyin tasavvur qiling, men podvalga tushib ketdim. Sochim yulib. Mana endi bitta anaqam bo'ldi, shu yurolmay qolganda, mana 6 oy bu yotdi, ana yurmadi, 5 oy. Keyin oyog'ini qiyshuv bosdi-da, rayoni. Qiyshuv bosdi. Men qo'rqdimki, ximiyalarning ta'siri bo'ldi deb o'yladim-da. Keyin yo'q, bu o'sha yurmagan hisobiga ekan. Biz tekshirtirganda Hindistonda anaqa deyishdi. Yo'q, nimadan emas, yurmaganligi sabab. Bizga massaj masalan toshganda, massaj mumkin emas deyishgandi. Hindistonda bemalol massaj, yengil massaj, anaqa. Kimga ishonishni bilmaysan, u yoqda u mumkin, bu yoqda bu mumkin. Turkiyaga boshqa suzishlarga berish kerak deb shunaqa deyishdi. Atak mana o'sha sal anaqa qilib qoldi. Ili ko'chirmaymiz deganimizda, mana shu 6 oylik lecheniyani yozib berdi hozir bizga. Hozir yaxshi, chunki hech qanaqa nima yo'q bizda. Analizimiz toza chiqdi. Endi shuni ham olsanglar, yaxshi bo'lasizlar deb ham nima qilishmadi. Endi mana qaytalanib qoladi. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Shu lecheniya lekin masalan ilik ko'chirmaganimiz uchun bu lecheniya berildi bizga. Xudo xolasa bundan keyin yana bitta 6 oy tugagandan keyin yana tekshiruvga boramiz. Holati yaxshi, masalan, yeyishi, ichishi, nastroyeniyasi, naqasi kayfiyatlari hammasi yaxshi. Vaqtida uxlaydi, vaqtida yeydi. Yurishi ancha to'g'rilandi. Telefon o'ynash mumkin emas o'zi. Siz ham berib qo'yar ekansiz. Telefon lekin o'ynadi. Telefon ko'proq anaqa deyishadi. Endi qanaqadir burada nerv bizda boshida anaqa bu asabiylashmasin deyishgan. Miyaga qon quyilish nimasi ham bo'lganda bizda. Mana shu paytda mana shuni aytaman sizga. Yana yaxshi nima bo'ldi? Nerv patologimiz bor o'shda. Masalan, o'shalar men qo'ymas edim-da, reanimatsiyaga chiqib men bolam ko'ring, bolam ko'rib bering, iltimos qilib bolam ko'rib bering shunaqa. Chunki miyaga qon quyilib, bitta qiz o'lib qoldi. Men aytaman-da, chunki men ozgina balki kerakda turtkida ozgina. Qanaqadir. Chunki doktorlarga ham qiyin, qaysi biriga qarash, ular ham bilib qolishadi, bir paytda. Hozir shifokorni ko'rsa, talvasaga tushsa kerak, bu og'riqlardan keyin. Yo'q, unaqa qilmay qoldi. O'rganib qolganmi? Da, o'rganib qoldi. Oldin bir nima qilib bormayman, kirmayman dedi. Endi hozir Anoriga boramiz. Masalan, Hindistonga ketayotganimizda ham Hanifga ketyapmiz, men tuzalyapman, men yaxshi bo'lyapman, o'sha aytadi bu. Necha yosh hozir? 4 yosh bo'ladi 1-iyulda. Atak buni aytamagan holatini ko'rganingizda ishlaydi. O'sha tanimaganimiz Chirchuvdan, Buxorolik ish qilib organlardan kelgan bolalar bo'ldi. SMBdan, EVDdan anaqa trombosit berishdi, baraka topsin, kelib, vaqtligini ajratib, o'sha 2 soat. Milliy gvardiyadan masalan kelishdi. Bunga amakilar bor, 2 martalab kelib ketdi Chirchuvdan. Shunaqa savobga berib ketishdi. Kimlardir ana pul ekan, lekin baraka topsin. Rayona sabab men shu trombositda juda ham qiynalganman. Viloyatdan kelganlar trombosit topisha olmaydi. Ya'ni trombosit bu oddiy qon topshirish emas, balki 2 soat yotib, ikkita qo'lidan qon olib, o'ziga qaytarib. Ikkita olmaydi. Bittasidan olib, ikkinchisiga qo'yadi. Olib, ichidagi nimani oladi, qaytarib jo'natib yuboradi o'ziga. Shunchaki u yerdagi kerakli fermentlar olib qolinadi. Bu uchun faqat 2 soat kerak bo'ladi. Oddiy qon topshirishga masalan 10-15 minut ketsa, bunga 2 soat kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizning qoningiz o'zingizga qaytib qo'yiladi, faqatgina u yerdagi kerakli shu bemor bolakaylarga kerakli fermentlar olib qolinadi. Shu rayona sabab pravaga o'qiyapman. Xudo xolisa, pravamni olib, mashina olib, mashinamga trombosit deb yozib, Xudo xolasa shu gematologiyada yotgan bemorlarga, qiynalgan ota-onalarga maqsadim yordam berish. Trombositda anaqasi bo'lib qolgan edim. Gadoyi bo'lib qolgan edim. Taksiga chiqsam, shata o'sha olardim. Nechinchi ko'pasiz? 4-ko'pamisiz deb. Yo, birinchi bo'lsa ham beraverasizmi? Palonchiga derdim. Xudo xolasa men hali ham aytaman, men bolam prosta noto'g'ri balki lecheniya hisobiga
itu anaqa chiqqan bo'lishi mumkin deb o'ylayman bu diagnoz ham. Keyin noto'g'ri o'sha ko'proq bir xil ukolni olishdan ham bo'ladi deyishdida, bu anaqani oqqonni. Bola gapiradi. Hozir gapiradi. Ha, hozir gapiradi. Hozir mikrofon qo'yib ashula aytaman deydi. Ha qizim. Bu buvisini joni-ku, bu buvisini.